Hushyor bo'l bolam, bu seni otang. Lekin bu odam hojai jahon bo'ladilar, ulug' zot bo'ladilar. Bir nazarlarini topgin. Qanaqa topaman ona? Kechasi turganlarda tahajjudga tursalar tahorat suvi bergin. Bir yaxshi nazar qiladilar. Mani o'g'lim ham odobli odam ekan-ku. Mani o'g'lim ham mehribon odam ekan-ku deydilar. Yaxshi odamga aylanib ketasan. Xo'p debdi-yu landavur. Tahorat suvini isitib otasini xonasidan chiqishini kutib o'tiribdi. Sovuq, zig'in paytlar ekan. Tez erib ketdi. Otam qachon chiqadi? Qo'y, sovuqat ketdim deb o'shaga qo'yib o'zi kirib ketaveribdi. Haliga obdastdan oldiga bir it kelib yotibdi issig'iga. Obdastdan olayotganda Hazrat Hojijon haligi itga nazar qilgan ekanlar. Butun mahallaning itlari hali itni orqasidan yuradigan bo'lib qolgan ekan. Yuzga kelayotgan rizqda barakatli bo'lganligini sezasiz. Siz 6 soatdan 8 soat ishlayapsiz. Ko'proq pul topganlarmikinman deb. Uyda bolalar benamoz, xotin benamoz. Men rizq so'ramayman deyapti Alloh. Rizqni men beraman deyapti. Ulamolar aytadi, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini, uning oilasining rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldi-da. Hozir bir yig'im terim yo bo'lsam shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak. Bir ishimiz ko'p. Mavsum kelib qoldi. Shu montajlik qilgandan ko'ra, mana hozir usti boshdan turibdi, shuni yuvib, dazmollab eshitaydi, to'yda turavering. Hech nima qilmang. Mana masalan shu usti boshlarimiz mana yuvib kiyib kelganmiz. Nima? Shukurlar qori o'zgarib qoldimi? Nimasi o'zgarib qoldi? Mana ko'ynakning ichida jasad hurmatli bo'lsin, bu usti boshingiz emas. Yo telefoningiz emas, yo mashinangiz emas, u nima u narsalar? Bugun biz insonlarga bahoni mashinasiga, usti boshiga, telefoniga, uyiga, unga bunga qarab baho beradigan bo'lib qoldik. Vaholanki, masalan, mashinadan tushgan odam dumbil, lekin mashinasi Malibu. Nima farqi bor? U dumbil-dumbilcha turaveradi. Dumbilni mont qozonga solsangiz ham dumbil, qora qozonga solsangiz ham dumbil, qo'yni oxiriga tashlasangiz ham dumbil. Bu degani yaxshi inson liboy joyda yaxshi, yomon odam qiyomatda jannatga olib kirgan, rahmati tushgan hamma nozil bo'lgan bandalariga rozimisizlar bandalarim? Rozimiz, Robbimiz sendan rozimiz degan tovushlar kelar ekan, nidolar bo'lar ekan. Shunda eng kam past jannatning eng past tabaqasidagi eng past quyidagi mo'min hozirgi dunyoda mavjud shohlarni 40 mingidan ko'p mulkiga ega bo'lar ekan. 40 ming shohni mulkiga ega bo'lar ekan. Allohim ajring qancha? Uni kim biladi? Birodarlar, Robbimizning ajridan umidimiz bor. Allohimning mukofotidan umidimiz bor. Gunohlarimizni kechirilishidan umidimiz bor. Alloh taborak va taolo ajridan ajoyib ma'lumot eshitib qoldim, bilmaganlar uchun ilindim. Inson organizmidagi og'riqni, masalan, qo'lingizni kesib olasiz, biron joyga urib olasiz, shundagi og'riqning nomini fan tilida del deb aytilar ekan. Bitta inson organizmi 45 del darajasidagi og'riqdan oshiqchasini ko'tara olmaydi ekan, yoki o'lar ekan, yoki hushidan ketib qolar ekan. Endi bizlarni dunyoga keltirgan onajonlarimiz farzand dunyoga keltirayotgan paytda 57 del darajasidagi og'riqni boshidan o'tkazar ekan. Bu degani 3 soniyada, masalan, 1, 2, 3 soniyada 20 ta suyak sinishini og'rig'iga teng ekan. Shuncha qiyinchiliklarni bo'yniga olib bizlarni dunyoga keltirgan onajonlarimizga shu videoni ko'rib bo'lib, hoziroq telefon qilib, "Onajon, men sizni yaxshi ko'raman" deb qo'ying. Va onajoningiz aytgan javobini kommentariyaga yozib qo'ying. Onasi olamdan o'tganlar Fotiha surasi bilan Ixlos surasini o'qib bag'ishlab qo'ying. Bizga jannat kerak. Jannat onalar oyog'i ostida va ularning roziligida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kommentariyaga yozib qo'yinglar. o'tirganlarda ey Hadisha degan ekanlar. Dunyodan o'tib jannatga kirganimizdan keyin jannatda Maryam, ya'ni Iso alayhisalomning onalari Maryam va Firavunning ayoli Osiyo sizni kundoshlaringiz bo'ladi, ular meni nikohimda bo'ladi degan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hazrati Hadicha onam Rasulullohni bor vujudlari bilan sevganligidan qizg'anib, rashq qilib jannatdagi kundoshlardan qizg'anib yig'laverar ekanlar. Qizlari Fatima onam, ey otajon, biror marta onamlarni yig'latganingizni ko'rmagan edik.
nima sababdan onam bilan yig'latdingiz deganlarda janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey ko'zimning qarosi qalbimning mevasi Fatima, onangizlarni Alloh uchun qilayotgan barcha toat ibodatlari Alloh tomonidan menga ko'rsatildi. Zarracha nuqson, zarracha kamchilik yo'q ekan. Hamma ibodatlari Alloh dargohida qabul ekan. Lekin onangizlarni Alloh yo'lida jihad qilganligini savobi namoyi amalida yo'q ekan. Qaysi bir ayol o'zini erini boshqa ayollardan rashk qilib, qizg'anib yashasa, Alloh taborak va taolo mana shu ayolga Alloh yo'lida jihad qilganligini savobini yozib turadi. Onangizlar mana shu savobga ega bo'lib tursinlar uchun shu gapni aytib qo'ydim degan. Берем необходимый инструмент и на керамогранитную плитку клеим монтажный уголок, для того, чтобы потом повесить на стену. Керамогранит я использовал размером 1200 на 600. Купил греющий китайский кабель, разрезал 4 куска по 4 метра. И вот таким образом расстояние в 1,5-2 сантиметра на плитке размещаю греющий кабель. Зачищаем, соединяем кабель и обязательно все соединения делаем на термообжим. Несколько металлических трубок нарезаем под размер и вот таким образом в расстоянии 10 сантиметров размещаем на плитке. Делаем раствор из наливного пола на гипсовой основе. Выставляем опалубку вокруг нашей плитки и заливаем трубки так, чтобы они скрылись. Все, ждем сутки высыхания, затем разбираем опалубку и вуаля, готово, вешаем на стену. Вот такие получились конвекционные отверстия. Плитка жарит до 90 градусов. Это нереально мощно получилось. И потребляет энергии всего 424 киловатта в час. Пожалуйста, можно жарить яйца. Это невероятно круто. Пользуйтесь!